Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun uyimizdagi, o'zimning uyimdagi ishlarni Xudo xolasa qurilish jarayonlari ketyapti. Bugun 29-noyabr, haftaning shanba kuni. ...2025-yil. Hozir bu 5000 tali mashinada ko'p turganlarni 5000 tali holatlari, sinoqlari o'ta kam holatda bo'ladi. Umuman tagida musori qolmaydi. Xudo xolasa urilish jarayonlari ham ketyapti. Sizlarga yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Sifatlari ham a'lo darajada. Ko'pchilikka shu sho'r deyapti. Sho'r Xudo xolasa umuman chiqqani yo'q. O'zimning uyimdagi holat. Mana hozir bu yerda urush jarayonlari ketyapti. Ishlarimiz narxlarini 750 so'm, 740 so'm narx qo'yganmiz. Juma kunlari 730 so'mdan vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beryapmiz. Sanoqlariga o'qalanib ketmasligiga garantiyalari bor. Ishlarimizda bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Usta xizmat kerak bo'lsa, usta xizmatlari ham bor. Ishlarda 500 so'mdan 450 so'mgacha urishyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.